Bu odam eng kambag'al mamlakatni eng boy davlatlardan biriga aylantirgan, lekin o'z xalqi tomonidan ayovsiz o'ldirilgan. Muammar Kaddafi 1969-yilda harbiy to'ntarilish qilib, qirol Idris Birni ag'dargan. Elektr energiyasi yo'q, shifoxonasi yo'q, maktablari sanoqli, mamlakat nefti xorijga ketadigan, g'arbga qaram, odamlar chodirda yashaydigan, bolalar 3 yoshdan boshlab mehnat qiladigan Liviya davlati hokimiyatni egallaydi. Kaddafi neftdan tushadigan daromadni xalqga yo'naltirgan. Ko'plab liviyaliklar bepul uy-joy bilan ta'minlangan. Elektr energiyasi, gaz aholiga berilgan. Bog'cha, maktab, oliy ta'lim bepul bo'lgan. Davlat shifoxonalari qurilgan va bepul bo'lgan. Dorilar arzon yoki bepul bo'lgan. Benzin narxi ham juda arzon bo'lgan. Xalqning savodlilik darajasi sezilarli darajada oshgan. Kaddafining mashhur gapi bor: uy insonning asosiy huquqi. Lekin g'arbni pulsiz qoldirgan, hech kimdan qo'rqmaydigan Kaddafiga qarshi isyonlar ko'p bo'lgan. Kaddafini o'ldirilishiga bir nechta sabablar bor, lekin ularning hech biri aniq emas. Kaddafining korteji NATO havo zarbasi bilan to'xtatilgan, ammo u o'z xalqi tomonidan kaltaklanib o'ldirilgan. Lekin nega? G'arb buni allaqachon rejalashtirib qo'ygan edi. Yillar davomida Kaddafi ommaviy axborot vositalarida qonxo'r diktator sifatida doimiy ko'rsatilib kelingan. Ko'plab voqealar bo'rttirilgan, tuhmatlar qilingan. Xalq jonkuyar rahbarini yomon ko'rib qolgan edi. Undan keyin Liviya yana eski holatiga qaytdi. Mamlakat boy resurslarga ega, lekin o'zi juda qashshoq.